Navoiy shahrining markaziy ko'chalaridan biri aynan Tsumni orqasidan kottejimiz sotuvga qo'yilyapti. 3 ta xona hamda 1,5 sotiq yeri ham bor. 456 million so'm, hattoki 2 xona kvartira pulidan ham arzonroq narxda ushbu kottejimizni sotuvga qo'yamiz. Remont holati ozgina sal remont qilish kerak bo'ladi, lekin ustunligi 1,5 sotiq joyi borligida siz bemalol ushbu joyga qurilish qilsangiz bo'ladi, chunki qo'shnilari 2 qavatli, hattoki yeriga qurilish ham qilganlar. Hozir sizga kottejimizning ichki remont holatini ko'rsatib o'tamiz. Ozgina mehr berish kerak bo'ladi. Hamda undan tashqari 1,5 sotiqlik yer joyini ham ko'rsatib o'tamiz. O'zini mashina qo'yish uchun parkovka zonalariga ega, hamma yoq ko'kalamzor, ko'rishimiz mumkin. Hamma yoq daraxtzor bo'lib turibdi. Kislorodga to'la joy hisoblanadi. Keling, kottejimizda remont holati bilan tanishib chiqamiz va 1,5 sotiqlik joyimizni ham ko'rib chiqamiz. Keling. Kottejimizga kirishimiz bilan mana e'tibor berasizlar. Kattagina joy kutib oladi. Hozirda svet yo'q bo'lganligi uchun o'zi bu yerda hozir hech kim yashamayapti. Faqat narsalar qoldirilgan. Bu yerda bitta xonamiz bor. Kattagina mana bu. Demak, oshxona qismi. E'tibor berasizlar. Bu yoqqa o'tadigan bo'lsak, koridor bo'ylab biz mana bu yerda yana bitta xonamiz ko'rishimiz mumkin. Bu yerda yuvinish xonasi. Boya aytib o'tganimdek, ozgina mehr berish kerak. Bu yerda esa kattagina zal qismi. Va to'g'ri o'tadigan bo'lsak, bu yerda biz hozir sizga 1,5 sotiqlik yer joyimizni ham ko'rsatamiz. Chiroyli remont qilib oladigan bo'lsangiz, menimcha juda ham yaxshi narx. Keling, sizga to'g'ridan ko'rsatib o'taman mana bu yerda. Bu yerda mana bu joyi, demak, bilmadim nima qilsa bo'ladi. Bu yerda oshxona qilib qo'ysangiz bo'ladi. Bu yoq bitta xona. Bu tarafda esa o'zini kattagina joylarini ko'rishimiz mumkin. Zeleniy zona qilib qo'yilgan. Bu yerdagi qo'shnilar 2 qavatli uy ham qurib tashlagan. Bemalol foydalansangiz bo'ladi. Unumli ushbu joyimizdan. Demak, kimga ma'qul keladigan bo'lsa, Tsumni orqasidagi ushbu kottejimiz 1,5 sotiq yerlari, undan tashqari 3 xonalik korpuslari bilan birgalikda 456 million so'm joyida ozgina savdosi bo'ladi. Vashi zo'r narx bilan sotuvga chiqaramiz. Pastda o'zimiz raqamlarimizni qoldiramiz. Navoiy uy baraka kanaliga obuna bo'lib qo'ysalaringiz, shunaqa yaxshi joylarni, ko'chmas mulklarni, e'lonlarini ko'rib borasizlar.